Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Zerik. Do'stlar, biz bugungi videoda nan turgan orolda yashab qolishimiz kerak. Qana bo'lmasam ketdik. Do'stlar, bu yer juda ham kichkina. Hamda bizda bittagina sandiq bor. Buning ichida nimalar bor men bilmayman. Bu yerda ikkitagina o't bor. Hozir men buni yursam ay yo'q. Tushmadi. Yaxshi, bu sandiqni ochib ko'raylikchi. Do'stlar, ichida bitta bambuk bor ekan. Bu degani endi biz bambukni ko'paytiramiz. Endi faqat kutish kerak. U yoqda bir nimalar bor. Lekin men bu biratan bizni o'tirarmikan bu tarafga? Do'stlar, menimcha bu yerda ham bitta orolcha bor. Ha, bu yerda bitta orolcha bor do'stlar. Kattagina ekan. Suv ham bor ekan. Mana bunaqa shakar qamishlar ham. Mana shu orolda kuchaysam bo'lmaydimi? Narigi oroldagi yerlarni olib kelib. Do'stlar, oxirgi o't. Tushmadi. Mayli, nima ham derdik? Endi mana joydagi yerlarni hamda bambukni olib kelishimiz kerak. Chunki endi biz yonidagi kattaroq orolda kuchayamiz. Do'stlar, bizda ikkita muammo bor. Birinchisi ovqat. Bizni mana bunaqa zombilar uryapti, ovqatimiz ketib qolyapti. Hozir baliq o'ldirganni tushsam ham bular urib o'ldirishaveradi meni. Ikkinchisi, hozir tunmi, kunmi bilolmayapman bu shader orqali. Menimcha tun. Negadir? O'yin kundan boshlanmasmidi? Mayli. Do'stlar, menga bu shaderda o'ynash umuman yoqmadi. Keyin buni almashtirdim. Mana buni endi shader desa bo'ladi. Nima bo'ldi? Mana endi biroz chiroyliroq. Do'stlar, keyin men shunaqa qilib kuchayib yuraverdim. Qanaqa besadimmi? Stop, nima bo'ldi hozir? Mayli, men tushunmay qoldim lekin. Bundan albatta crafting table yasaymiz. Do'stlar, bu narsa uchun men qanchalik omadim. Stop. Yo'q. Kutmagandim lekin to'g'ri temirni ustidan ko'ra kelibman. Do'stlar, menimcha buni yonida yana biroz bor edi. Men bittasini qazgandim, boshqa aytdim-ku, boshqalari qazilgandek. Bo'lmadimi? Ikkita bor. Yaxshi. Do'stlar, endi men biroz ko'proq konda yuraman shekilli. Shuning uchun menga yana bitta temir kerak, chelak yasash uchun. Va yana biroz kirkalar. Stop, bu yerda suv nima qilyapti? Aytgan sababi okeandamiz, esimdan chiqib ketibdi. Mayli. To'g'ri pastga qarab qazishimiz kerak-da, lekin
Mana shu ikkala blokni tezroq havo yetishmayapti. Shuna qilib mana shu yergacha olib kelishimiz kerak mana shuni. Negadir bu yerda suv yo'qolmadi. Endi bir yo'la chelaklar suv olishim qoluvdi. Ha mayli, mana buni qilib chiqsak bo'lmaydimi? Uy, mana do'stlar. Faqatgina mana shu suv qoldi. Tugadi. Endi davom ettirsak ham bo'laveradi. Do'stlar, mana temirlarim ham tayyor bo'lib qolibdi. Do'stlar, mana birinchi olmosim. Birinchi ekan. Uchinchi olmosim ekan. Mana bu yerda ham yana olmoslar bor. Har doimgidek bitta. Ha mayli. Bu temirlar pishib turaversin, men aylanib kelaman. Olmos. Undan oldin mana bu yerdagi lapizlarni olib ketay. Hali bizga lapizlar ham juda ham ko'p kerak bo'ladi. Va bizning ikkinchi olmosimiz. Nima bo'ldi hozir? Bunaqa omadli bo'lish uchun nima qilish kerak? Kommentariyaga yozib qoldiring. Kimdaki yana shunaqa voqealar bo'lgan? Pastda ham bir aylanib kelamiz demoqchi edim. Yo'q, xavfli bo'lishi mumkin. Endi chiqish ham bitta problema. Yaxshi, keyingi olmoslarimiz. Yo'q, Minecraftda bug bo'lyapti. Yoki rostdan, temir ham. Ketidan yaxshi. Do'stlar, men bir narsaga o'ylanib qoldim. Shuncha konda yurdim, lekin bitta ham ko'mir topganim yo'q. Qanday bo'lishi mumkin? Do'stlar, men o'zimga bitta qayiqcha yasab oldim. Endi bu bilan men ana bu taraflarga borib kelaman. O'yinni yo'qotmaslik uchun shu ishni qilsam bas. Endi bu uzoqdan ham mana bunday ko'rinib turadi. Mayli, qani bo'lmasam endi ketsak ham bo'laveradi. Qani bo'lmasam ketdik. Kelib yana qiladigan ishimiz bor. Mana bunaqa sugarcane ferma quramiz. Mayli, undan oldin bir aylanib kelaylik. Do'stlar, bunga qarang. Qandoq baxt. Do'stlar, men jonajon uyimga qaytyapman. Do'stlar, mana bizni olib kelgan narsalarimiz. Do'stlar, bizda yotoq tayyor. Do'stlar, endi orolcha biroz chiroyliroq bo'ldi degan umiddaman. Biz endigi navbatda mana bu sugarcane uchun ferma quramiz. Mana shular uchun. Qani bo'lmasam boshlasak ham bo'ladi. Ayyo. Do'stlar, buni qarang. Tayyor bo'ldi. 2 soat vaqtim ketdi. O'zi ham birinchi marta qurishim. Tayyor mana. Endi bularni o'tirsak ham bo'laveradi. Endigi navbatda mana bunaqa bambuk ferma qurishimiz kerak. O'zi bormi bambuk ferma Bedrockda? Ishlayapti lekin mana bu. Hoppale, yaxshi. Endigi navbatda mana shu nima deydi, bambuklar uchun quramiz ferma. Bular ham o'sib ketgan. Bularni qayerdan quramiz? Bilmayman.
Orolimiz juda ham kichkina, juda kichkina. Menimcha yana shu tarafga borib kelaman, chunki menga ko'proq daraxt kerak. Aytgancha men daraxtlarni ham ekib qo'yaydi. Endi bunga harakatni boshlasak ham bo'ladi. Endi yana biroz konga tushib kelaman. Chunki menga ko'p resurslar kerak. Ayniqsa redstone. Qani ketdi. Do'stlar, sizlardan uzr so'rayman. Men narsalarimni neziritlagan joyim va boshqa joylar umuman videoga yozilmagan. Yo'q, videoga yozilgan. Men galereyani ancha payt qidirdim, lekin umuman topa olmadim. Balkim videolarda qirqilib ketgan. Umuman tushunmadim. Endi videoni Dragonni yoniga borgan paytimdan boshlab ketamiz. Kattakon uzr so'rayman, lekin do'stlar. Yaxshi. Endi yetib keldik. Endi bu yerdan astagina chiqib Dragon akamizni kunini ko'kka sovurishimiz kerak. Dragon 6% jon. Do'stlar, tayyorman. Dragonni ham asfala sofiniga jo'natib yubordim. Endi mana portalga kirish kerak. Bitta elitra bizga zarar qilmaydi. Do'stlar, bu joyni topish uchun o'zi ham 1 yil ketdi-ya. Bunga qarang. 1000 blokdan ko'p yuribman. 1 metrda 1 blok deb oladigan bo'lsak, shunda to'g'ri keladi. Tayyor elitra. Do'stlar, endi men o'zimga uy qurmoqchiman. Mana bu loydan bo'lgan uy. Menimcha hozir uncha menga mos kelmayapti. Shuning uchun o'zimga bitta chiroyli uy quraman. Do'stlar, mana mening uyim ham tayyor. Biroz kattaroq bo'lib ketdi-ya, mayli. Lekin ichkarisi chiroyli. Oynalari ham bor, ochib yo'qladigan. Asosiysi chiroyli chiqqan. Do'stlar, buni pasti ham o'ylangan. Qaranglar, mana yog'och ketmonda. Mana shunaqa qilamiz. Tayyor. Mana shunaqa bemalol ekillarni ekib yuborsak bo'ladi bu yerlarga. Do'stlar, shu bilan bizning bugungi videomiz ham tugaydi. Albatta bu birinchi qism, chunki biz bu yerda 100 kun yashab qolishimiz kerak. Bizda hali 48-kun. Bugungi videoda men juda ham kam ish qilmadim, albatta yaxshigan narsalar qildim. Albatta ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlashni do'stlar esdan chiqarmanglar. Tez orada 1000 ta bo'lmoqchiman do'stlar. Iltimos shu 1000 ta obunachini ham shakr-shukur qilib tashlaylik do'stlar. Mayli, aytgancha ikkinchi qismda nimalar kuray? Kommentariyaga yozib qoldiring. Men o'zim boshim qatirib o'tirmay kommentariyani o'qib shundoq narsalarni qilib tashay. Qarochi, barchaga xayr.